Yangi yilda menga nimalar sovg'a qilishdi va shu bilan birga men nimalar sovg'a qildim. Birinchi men sovg'a qilgan narsalarim keladigan bo'lsak, men singlimga shunaqa JBLdan naushnik podarka qildim. O'zi 24 ga yetib naushnikda bo'lgani uchun mendan ham uydagilardan ham gaplashadi. Kichkina ukam keyinchi sinfga boradi va Veshin telefonni qayerdadir qoldirib ketadi. Shu sababli unga shunaqa soatli telefon oldim. Bu telefonning eng zo'r tarafi bunda geolokatsiya bor, ya'ni qayerda nima joylashganini ko'rsa bo'ladi. Mana endi o'zim sovg'alarimga o'tadigan bo'lsam, birinchisi bu mana oyshamdan. Bu 1 yildan beri ko'zlab yurgan shtativim. Chunki o'zimnikini yaqinda sindirdim. Juda ham qulay, kichkina hamda chiroyli. Keyingi sovg'a bu singlimdan. Avvalgi keslarim shular bo'lib, men bularni 3 yil oldin xarid qilgandim. Endi mana Instagramdan original ko'rib turganingizdek sinalgan kislar qaytgancha men bu bilan уже makiyaj qilib ko'rdim. Videosi profilimda bor. Keyingisi bu men sevimli gelim Sensu. Hamda buni уже o'zimga o'zim sovg'a qildim. Chunki narxi arzon emas. Bu bizda silitsilовый сыворотка. Bu paket ukamdan bo'lib va buni ichi pustoy. Chunki buni ichida shirinliklar hamda snacklar bor edi. 2 kun Harry Potter ko'rib hammasini tugatib qo'ydik. Keyingi sovg'a umuman nijdanniy. Bir to'lashada ko'rsatib o'tib ketay, bu bizda oddiydan. Moro bo'lsin. Va albatta yangi yil bo'lgani uchun bu yerda bengalskiy adanki. To'g'risi qo'shiladi, menga chiroyli ochish yoqmaydi. Shunaqa yirtib ochishim keladi. Bu bizda shunaqa, я не знаю даже как это сказать. Qanaqadir choponga o'xshaydi. Juda ham issiq hamda mili. Oila a'zolarim, yaqinlarim hamda oddiyga ham kattakon rahmat.